Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi videomizda sizlar bilan birga Instagramga postlarni to'g'ri joylashtirishni o'rganamiz. Reelsni qanday qilib ko'proq prosmotr yeydigan qilib Instagramimizga kiramiz. Plus belgichasini bosamiz. Kerakli Reelsni tanlaymiz. Keyingi mana bu hashtagsni ustiga bitta bosamiz. Men video opsiyasida kerakli kalit so'zlar, keyword, to'g'ri opsiyani qoldirganman. Shuni qo'yishimiz kerak bo'ladi hozir. Hozircha videoni endi to'xtatib turaman. Video yuklab bo'lingandan so'ng hozir 7:57 da video statistikasini ko'ramiz. Demak do'stlar, mana soat 7:58 bo'ldi. Videomizdan prosmotri buncha vaqt ichida yegan statistikasi 150 donani tashkil etgan. Bu hali to'liq tugallangan yo'q. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Aytgancha videomizga qo'ygan opsiyamiz YouTube videoning opsiyasida joylashgan bo'ladi.